Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytayaptilarki, albatta bir kishining jannatda darajasi ko'tariladi. O'zi jannatda, lekin turgan maqomi yana yuksalar ekanda. O'zi jannati inson. Turgan maqomiga Alloh yana ziyodalik ato etar ekan. O'sha turgan joydan yana ko'tarilar ekan, tepaga qarab. Shunda u jannat ahli bo'lgan musulmon hayron. Alloh taolodan ajablanib so'rar ekan. Bu qanday bo'ldi? Buni sababi nima? Nega bunday bo'lib qoldim? Yana nega ko'tarildim? degan paytida unga farishtalar aytar ekanki, u dunyoda tirik bo'lib turgan farzanding seni haqqingga istig'for so'radi. Bitta istig'for, ko'ryapsizmi? Agar biz otalarimizga qalban, ixlos bilan, muxlis bo'lgan holimizda shuni Alloh taoladan umid qilib duo qilsak, bir ularni haqqiga aytgan istig'forimiz, Allohumma g'firli vala, Allohumma g'firli validay, Allohumma g'firli abi, Allohumma g'firli ummi, Allohim meni ota-onamni mag'firat qil desak, shu mag'firatni o'zi ota-onalarimizni jannatda bir pog'ona yana o'stirib qo'yar ekan. Mana ochiq dalil.